Bugun sizlar bilan qaysi yoqilg'i bilan uyni isitish arzon yoki qimmatga tushishini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Uning uchun biz 5 ta yoqilg'ini oldik. Gaz, elektr, o'tin, ko'mir, propan bilan solishtirib chiqishga harakat qilamiz. Undan tashqari hammani qiziqtirayotgan teplovoy nasos bilan isitish arzonga tushadimi, qimmatga tushadimi, o'shani ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz hisob-kitoblar bilan birga. Uning uchun biz qiyos qilib oldik. 24 kilovatli uy ehtiyoji bor. O'shanga nisbatan har xil hisob-kitoblar qilib chiqishga harakat qildik. Uning uchun biz limitlarni ham hisobga oldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, gazni limiti bilan rasxodini ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Uning uchun mana shunaqa qisqa hisob-kitoblar qilib olganmiz. Mana shu hisob-kitoblarimiz orqali tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Misol uchun, uyimizni issiqlik yo'qotilishi 24 kilovat deb hisobga olganmiz. 24 kilovat energiya olish uchun o'rtacha 276 metr kub soat gaz rasxod qilamiz. 276 metr kub rasxodni 18 soatga nisbatan ko'paytiramiz, chunki kechqurun boshqacha, kunduz boshqacha harorat bo'lgani uchun o'rtacha proporsiya qilib 18 soatga nisbatan ko'paytirib yubordik. Umuman bir sutkada 4968 metr kub rasxod qilar ekanmiz. Misol uchun, siz uyingizda boshqacha issiqlik yo'qotilishi bo'lsa, 50 kilovat katyol qo'ysangiz, misol uchun, mana shu son sal boshqacharoq ko'payishi mumkin. Buni shablon qilib olsangiz ham bo'ladi. Xullas, umuman olganda bir oyda 1490 kub gaz rasxod qilar ekansiz agar 24 kilovatli katyol qo'ysangiz, 24 kilovat rasxodingiz bo'lsa. Umuman olganda hamma limitlar bilan hisoblab chiqdik. 500, 990 va hokazo va hokazo. 24 kilovatli katyolingiz bir oyda quyidagi limitlar bilan ekranga limitni chiqarishga harakat qilamiz. Bir oyda gaz sarfimiz 2.282.700 va hokazo so'mga bo'lar ekan. Endi boshqa yoqilg'i bilan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bitta ma'lumot esdan chiqib qolibdi. Boyagi gaz rasxodi mabodo 1 kub gaz o'rtacha 9 kilovat energiya beradi deb hisobga olganmiz. Endi elektr energiya bilan bo'lsa, 1 kilovat elektr energiya 1 kilovat issiqlik beradi agar katyolimiz elektriskiy oddiy katyol bo'ladigan bo'lsa. O'sha qiyosda hisoblab olganmiz. 24 kilovatli katyolimiz 1 soatda 24 kilovat elektr energiya rasxod qiladi va hokazo hammasini ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, bizani bir oylik elektr energiya bilan sarfimiz 21 milliondan oshiqroq, ya'ni 21 million 530 ming xarajat bo'lar ekan. Tushunmoqsizlar, gazga nisbatan necha baravar xarajat bo'layotgan. Endi keyingi yoqilg'i bilan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ko'rayotganinglar, ko'mir bilan hisob-kitob qildik. Ko'mir bilan ham 1 kilo ko'mirimiz 6200 kilokaloriya energiya berar ekan deb hisobladik. Xullas, umuman olganda 7210 watt energiya berar ekan. Qo'pol qilib aytsa, 702 kilovat energiya berar ekan 1 kilo ko'mirimiz. Hammasini mana shunaqa hisob-kitob qilib chiqdik. Bir oyda agar o'sha uyni gaz bilan emas, ko'mir bilan isitadigan bo'lsa, 2.420 ming so'm rasxod qilar ekanmiz bir oyga ko'mir sarfiga. Bundan tashqari, pelet bilan har xil qirrindilarni mana shunaqa preslangan bo'laklari bilan, ya'ni qisqa qilib aytganda pelet bilan issiqlik olish xuddi shunaqa hisob-kitoblar bilan chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma hisob-kitoblarni yozib chiqqanmiz. Rossiya peleti orqali mana shu hisob-kitoblar amalga oshirilgan. Boyagi ko'mir bilan elektr bilan ozgina farq qilishi mumkin yoqilg'iga nisbatan. Bir oyda pelet uchun qo'pol qilib aytsa 10.368 ming so'mlik rasxod qilar ekanmiz. Uyimizni pelet bilan isitmoqchi bo'lsak, aynan uyimizni issiqlik yo'qotilishi 24 kilovatga teng bo'lsa. Undan tashqari, ko'pchilik aytishadi, propan bilan uy isitsam bo'ladimi deb. Albatta bo'ladi. Uni hisob-kitoblari bo'lsa, mana shunaqa quyidagi hisob-kitoblar orqali chiqadi. Ya'ni 9.450 ming so'm oqibatida uyimizni isitsak bo'ladi. Ko'rayotganinglar, bir xil uyga bir xil issiqlik yo'qotilishi bilan hisob-kitoblar asosida hisob-kitob qilib chiqqanmiz. Keyingi yoqilg'imiz bizda teplovoy nasos. Teplovoy nasos hisob-kitob talab qiladigan qurilma. Hozir buni hisob-kitobsiz oddiy yoki elektr yoki gazli yoki pelletli katyolga nisbatan qo'yaveradigan bo'lsak, to'g'ri bo'lmaydi. Misol uchun, hozir bizda Toshkentda, O'zbekistonda ommaviy ravishda qo'yilayotgan teplovoy nasoslarimiz minus haroratga o'tgani sari foydali ish koeffitsiyenti, ya'ni ko'p degan o'lchov birligi bor, o'sha narsa tushib ketaveradi. Biz hisob-kitob qilib olganmiz minus 12 daraja haroratga nisbatan. Boya tushuntirib o'tdik. Gazli katyoldan, ya'ni gazdan 1 kub gaz tiqsak katyolimizga qo'pol qilib aytsa 9 kilovat energiya berar ekan. Elektriskiy katyolimiz bo'lsa 1 kilovat elektr energiya tiqsak 1 kilovat issiqlik energiyasini berar ekan. Teplovoy nasosimiz bo'lsa, biz minus darajaga nisbatan hisoblab olamiz. O'zi ko'chada taxminiy gaplar bor. Teplovoy nasos ichiga 1 kilovat tok tiqsang 4-5 kilovat energiya beradi deb. Lekin u daraja ko'chani harorati
past haroratga tushib ketaveradigan bo'lsa, endi qo'pol qilib aytsa bu yerda hisobladik. -12 darajaga tushib ketadigan bo'lsa, 1 kilovatt tok tiqsangiz 2 kilovatt energiya berar ekan. Bu hamma hisob-kitoblaringiz gazli katyol yoki elektrический katyolga nisbatan to'g'ri bo'lmaydi. O'shani mana shu hisob kitoblar asosida qilib chiqdik. Kimgadir mana shu savollar bo'yicha shubha yoki qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Yana ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Aynan mana hisob kitoblarni teplovoy nasos yoki boshqa qurilmalarni pasportiga nisbatan hisoblab chiqqanmiz. Teplovoy nasos hisob kitobiga o'tamiz. 24 kilovatt energiya olish uchun teplovoy nasosimizga 12 kilovatt soatiga tok berar ekanmiz. Shunda bizga 24 kilovatt energiya berar ekan. Yana eslatib o'taman, bu hisob kitob -12 darajaga nisbatan hisoblangan. Misol uchun 24 kilovatt energiya olishimiz uchun men qo'yyapman bu joyga 50 kilovattlik teplovoy nasos. O'shanda menga teplovoy nasosim 24 kilovatt toza energiya beryapti. Xuddi shunaqa elektr sarfi orqali. Bu hokazo hammasini hisoblaymiz. Teplovoy nasos bilan 9.450.000 so'm rasxod qilar ekanman yoqilg'imga, ya'ni elektr energiyaga. Xo'p, endi bizga xulosasi kerak. Xulosani ko'ryapsizlar. Agar uyimizning issiqlik yo'qotilishi 24 kilovatt bo'lsa, gaz bilan 2.282.000, elektr bilan 21 million, ko'mir bilan 2.420.000, teplovoy bilan 9.450.000, pellet bilan 10 million, propan bilan 9 milliondan oshiqroq summa yo'qotgan ekanmiz. Biz hamma hisob-kitoblarni qilib chiqdik. Xulosa o'zingizlardan qaysi energiya bilan uy isitsanglar bemalol rasxoti yoki rashyoti qanaqa bo'ladi desanglar, xuddi shunaqa hisob-kitoblar asosida bo'ladi. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa yoki sizlarning yana qo'shimcha fikringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldiringlar. Esdan chiqmaydigan narsa mana bosib, podpiska bo'lib qolish esdan chiqmasin. Bizning kanalda bundan ham foydali videolarni kuzatib qolsanglar bo'ladi.